xabar berganimizdek Osiyo chempionlari Farg'ona shahriga yetib kelishdi. Mening yonimda O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi ustozi Islombek Ismoilov hamda 2 nafar terma jamoa a'zosi To'pirar Asilbek Aliyev hamda Jamshidbek Rustambekov o'tiribdi. Mana ular Farg'ona shahrida mana shunday tarzda tantanali kutib olinishdi. Kayfiyatlar qanday, Islombek? Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi navbatda shunaqa kichik talabamizni yuksak e'tirof etganliklari uchun prezidentimizga rahmat aytamiz, xalqimizga rahmat aytamiz. Kayfiyatlar a'lo darajada, barcha xursand. Shu qatori biz ham jamoamiz ham xursandmiz. Kayfiyat zo'r bo'ldi. Butun O'zbekiston kelganday bo'ldi. Bu juda zo'r taassurot qoldirdi bizda. Jahon chempionatiga yo'llanma olganimizni ham bu juda jahon chempionatini juda zo'r o'tkazamiz. Shunga ham unaqa bo'ldi. Dalda bo'ldi. Motivatsiya bo'ldi. Yana bir terma jamoada yorqin o'yin ko'rsatgan Jamshidbek Rustamovning fikrlarini tinglaymiz. Kayfiyatlar qay darajada? Kayfiyatlar a'lo. Avvalambor assalomu alaykum xalqimizga, hamma Farg'ona shahriga. Kayfiyatlar zo'r. Kecha bizni o'ylaganimizdan ham yaxshiroq kutib olishdi. Bu natija o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Siz o'sha kerak bo'lsa U14 yoki 15 yoshlilar toifasidagi terma jamoani qabul qilib oldingiz va 3 yil davomida mashg'ulotlar orqali shu natijaga erishildi. Albatta bu natijalar o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Buni tagida birinchi navbatda davlatimiz rahbarining oxirgi yillarda sportga berayotgan e'tiborlari va sportda qilinayotgan ishlar natijasi deb bilaman. Shu futbolchilarni mana 14 yoshda qabul qilib olganda 3 yil davomida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan bizga barcha sharoitlar yaratib berildi va natijasi oxirida buni o'z mevasini berdi. O'sha musobaqa avvalida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi jahon chempionatiga yo'llanma olishi taxmin qilinganida buni 2 baravar oshig'i bilan ijro etdilar muddatdan ilgari va bosh sovrin ham aynan O'zbekistonga olib kelindi. Guruh bosqichidagi o'yinlar haqida agar gapirib bersangiz. Guruh bosqichiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha e'lon qilingan paytda, savatchalar e'lon qilingan paytda to'g'risi ochig'i hamma B guruhda kuchli deb e'tirof etgandi, lekin yakun ko'rsatdiki, eng kuchli guruh bu A guruhi bo'lgandi. Sababi guruhning 2 jamoasi finalga chiqdi. Undan tashqari Xitoy ham Osiyoda kuchli jamoalardan biri edi. Shunga qaramasdan biz guruhda barcha o'yinlarda ishonchli harakat qildik. Jamoa o'zini eng ideal o'yinlarini ko'rsatdi va 100% lik natija bilan umuman musobaqani 100% lik natija bilan yakunladik. Birlashgan Arab Amirliklari adashmasdan darvozasiga kiritilgan super jarima zarbasi golingiz haqida aytib o'tsangiz. Bu gol juda zo'r ta'sir kutilmaganda bo'ldi. U yerda o'zi Sayfiddin degan bola tepish kerak bo'lgan. Uzoq masofa bo'lgani uchun u oxirgi suyuqlik cholingandan keyin asl sen tepordida, shu shoshilib olib tepganimdan keyin kirib ketdi. Kutilmaganda bo'ldi. Omad. Islombek, yana sizga yuzlanamiz. Umuman olganda o'sha Osiyo futbol konfederatsiyasining rasmiy sayti musobaqa so'ngida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasini natijasini yuqori baholab maxsus maqola chop etgan. Unda qo'l ostingizdagi 15 ta futbolchidan 10 tasi gollarda ishtirok etgan. Bu qanaqadir bir ishlab chiqilgan maxsus bir ko'rsatmamidi, rejamidi? Shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Albatta Osiyo assotsiatsiyasi, Osiyo AFC bizni e'tirof etishi bu quvonchli holat. Jamoani o'sha 10 nafar futbolchi o'sha gollarda ishtirok etishi bu jamoaviy o'yin yuqoriligidan dalolat beradi. O'sha jamoada birdamlik eng asosiy vazifa. Jamoada o'sha bu doim futbolchilardan talab qilamiz birdamlikda. Bu o'shalarning natijasi deb bilaman. Katta rahmat. Mana Farg'ona shahrida farg'onalik Osiyo chempionlarini mana shunday yuqori kayfiyatda kutib olishmoqda. Buning uchun barchaga rahmat, barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu albatta ajoyib holat, unutilmas lahzalar. Har bitta murabbiy, har bitta sportchi uchun bu juda katta motivatsiya, ishtiyoq beradi. Birinchi bo'limning o'zida futbolda kamdan kam kuzatiladi. O'sha 9 kishi bo'lib qolish, bu jahon futbolida ham, klublar futbolida ham shu vaziyatda jamoada g'alabaga bo'lgan ishonch katta bo'ldi. Bu yuqorida o'sha biz muxlis sifatida kuzatganimizda ham bilindi. Siz qanday motivatsiya bera oldingiz futbolchilarga tanaffus vaqtida?
Albatta bu menimcha hali jahon futbolida final finalda kuzatilmagan holat ro'y berdi. Birinchi taymda o'sha olingan ikkita qizil kartochka bu futbolchilarda ruhiyatiga juda katta ta'sir qilgandi. Murabbiy sifatida ham o'zimga, sababi o'yinga ishlab chiqqan barcha rejalarimizni buzib tashladi bu qizil kartochkalar. Shunga qaramasdan futbolchilarga birinchi bo'limdan so'ng yutib ketishlariga ishonishlari kerakligini, albatta yutib ketamiz bu o'yinda deb tushuntirishlar berdik va taktik bir qancha o'zgarishlarni amalga oshirdik. Shular natijasida Xudoga shukr shu natija amalga oshdi. Rahmat. Musobaqa to'purari Asilbek Aliyev atiga 2 o'yinda asosiy tarkibda tushdi, lekin qolgan o'yinlarda zaxiradan tushib 5 ta gol urishga erishdi. Bu hujumchilarda terma jamoada ko'pligidan dalolatmi yo bu maxsus raqiblarga ishlatilgan taktikami? Bizda har bir o'yin uchun va har bir futbolchi uchun maxsus dasturlar bor. Masalan, har bir o'yindan keyin futbolchilarni tahlil qilamiz. Albatta bu yosh futbolchilar, ularda doimiy ravishda o'zgarish holatlari bo'ladi. Shu narsalarni hisobga olgan holda e'tibor qaratgan bo'lsangiz, tarkibimizda doim o'zgarishlar bo'lib turdi. Shuning uchun Asilbek Aliyev ham ko'pincha o'sha zaxirada maydonga qo'shilgan holatlarida jamoa foydasi uchun ko'proq harakat qildi. Va yakunda o'sha musobaqa to'purari bo'ldi. O'sha hakam birinchi va ikkinchi qizil kartochkani ko'rsatayotganda sizni o'sha qo'lingiz yuqoriga ko'tarilgan holatingiz butun brendga aylandida shu holat. Endi o'sha paytdagi hayajonda. Endi bu emotsiyalar juda yuqori edi u paytda. Endi baribir hakamga o'sha Xudo ko'rib turibdi hammasini dedim. Yakunda baribir o'sha nima deydi, haqiqat qaror topdi. Shu ikkisi kam bo'lib raqib darvozasiga 2 ta to'p kiritganlaringdan so'ng mahalliy muxlislarning munosabati ham qanaqadir sezildimi? Mana o'yindan so'ng o'sha kubikni olib muxlislar qarshisiga borganlaringda. Albatta ular o'yindan oldin jamoasini juda saudiyalik muxlislar, Saudiya fan klubi bu yuqori darajadagi fan klublardan hisoblanadi. Ular juda katta nima deydi, ruhiyat bilan jamoasini qo'llab turganda, biz ikkinchi gol kiritganimizdan keyin ular ancha pasaydi ovozlari va o'yin tugagandan keyin o'sha muxlislar aytdi bizga, tashqariga chiqishganda O'zbekiston deb olqishlab, hurmat joyiga keltirishdi. Umuman musobaqa Saudiya tomonidan ajoyib tarzda o'tkazildi va iliq kutib olindik. Buning uchun barchaga rahmat. Bu musobaqada men muxlis sifatida bir narsa e'tiborimni tortdi, ya'ni O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi boshqa terma jamoalarga nisbatan bir bosh balandlik ko'rindi. Ilgarilar o'sha turli yosh toifadagi terma jamoalarning o'yinlarini kuzatganimizda, o'yinlarda hali qo'rqib kuzatardik-da. Masalan, Janubiy Koreya, Yaponiya bilan o'yinlarda ishqilib yutqizib qo'ymasak deb. Bu musobaqada O'zbekiston bizni xotirjam bo'lishimizga sababchi bo'ldi. Albatta bu bir aytdim, buni tagida jamoa bunaqa o'yin ko'rsatish uchun juda katta insonlarning mehnati yotibdi. Murabbiylar shtabi juda ko'p mehnat qilishdi va o'sha futbolchilar murabbiylar tomonidan aytilgan narsalarni to'g'ri bajarishgani uchun biz o'sha oxirgi yillarda zamonaviy futbolni targ'ib qilyapmiz. Bu narsalar o'sha yakunda o'z mevasini berdi. Jamoa o'sha oxirgi o'sha nima deydi, jahon futboli, zamonaviy futbolga asoslangan hujumkor futbolni namoyish etdi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, davlatimiz rahbari farmoni bilan terma jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvoni hamda terma jamoa a'zolari qatori Asilbek Aliyev hamda Jamshidbek Rustamov kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlanishdi hamda prezident sovg'asi maxsus avtomobillar bilan taqdirlanishdi. Joriy yilning noyabr oyida Qatar davlatida o'smirlar o'rtasida jahon chempionati start oladi va 48 terma jamoa ishtirok etadigan yirik musobaqada O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi ham ishtirok etadi. Albatta, jahon chempionatiga kechadan tayyorgarlikni boshlaganmiz. Buning ustida rejalar ishlab chiqilyapti. Oyda oxiriga kelib o'sha to'liq rejamiz tasdiqlanadi va may oyidan boshlab amalda yig'inlarni boshlab oldinda turgan jahon chempionatiga yanada yuksak darajada tayyorgarlik olib boriladi.
O'zbekiston terma jamoasi mazkur yirik musobaqaga, ya'ni o'smirlar terma jamoasi, siz murabbiy sifatida qaysi terma jamoalar bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazishni istardingiz? Tayyorgarlik ko'rish maqsadida. Endi albatta bu jahon chempionati bo'lgandan keyin ko'proq Yevropa hamda Afrika jamoalariga qarshi o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazish rejamizda bor. Buni amalga oshirish uchun UPA rahbariyati bizni doim qo'llab-quvvatlaydi. Musobaqada yana bir narsa kishini hayron qoldirdi, terma jamoa a'zolarining bo'y baslari. Bu degani o'sha terma jamoada vitaminizatsiya jarayonlari ham yetarlicha yo'lga qo'yilganmi? Jamoat ichida bo'ldingiz? Albatta terma jamoada o'sha tibbiy shtab juda katta hajmdagi ishni olib borishadi. Futbolchilar o'sha barcha kerakli vitaminlar bilan ta'minlanadi va bu narsalar o'z natijasini bermoqda. Umuman olganda jahon chempionatiga tayyorgarlik jarayonlarini mana ustozlaring Islombek bilan gaplashdik. Futbolchilar qanaqa bir reja qilyapti umuman olganda tarixiy natija qayd etish uchun? Jahon chempionatiga tayyorgarlikni hozirdan boshladik. Chunki trenerlarimiz, rahbarlar, OFA rahbarlari ham bizga tayyorlashdi. Biz bo'shashmasligimizni, har xil o'yin kulgu, marosimlar shuncha narsalarga berilmasdan yana ishlashda davom etishimizni bizga ta'kidlashdi. Keyingi jahon chempionatlarida ham zo'r natijalar qayd etishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Asilbek Aliyev mundialda ham to'prar bo'la oladimi va buning uchun astoydil mehnat qilish kerak. Albatta, xudo xolasa bo'lamiz. Ko'p mehnat qilamiz. Bu bilan to'xtab qolish yo'q. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Katta rahmat. Biz ham o'smirlar terma jamoasini Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida yuqori natijalarni qo'lga kiritib, O'zbekiston futbol tarixida o'chmas iz qoldirishlarini tilagan holda taqdirlash marosimiga yaqinlashmoqdamiz. Chempionlar mana shunday tarzda Farg'onada katta shodiyonalar bilan, keng jamoatchilik vakillari bilan qarshi olinmoqda va tantanali marosimda mazkur chempionlar ishtirok etishadi. Mana yomg'ir bo'lishiga qaramasdan turli soha vakillari, yoshlardan iborat keng jamoatchilik mana chempionlarni mana shunday qizg'in qarshi olishmoqda. Osiyo chempionlari Farg'ona shahrida mana shunday yuqori saviyada kutib olinmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi safida jamoa ustozi Islombek Ismoilov, futbolchilar Asilbek Aliyev hamda Jamshidbek Rustamovlar munosib ishtirok etishdi va ular Farg'onada futbolni naqadar sevishlarini yana bir bor isbotlashdi. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli yoshlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli mehmonlar. Mana yana bir bor hammamiz shohid bo'lib turibmiz, hammamiz ko'rib turibmiz. Muhtaram prezidentimiz boshlab bergan islohotlar o'zini natijasini berib kelmoqda. Buni natijasini mana Islomjonda boshligida bo'lgan jamoani, demak, murakkab o'yinida, haqiqiy yurakdan chiqarib, haqqoniy o'yinida hammamiz tomosha qildik va mana bir necha kundan beri nafaqat Farg'ona viloyatimizda, balki butun mamlakatimizda keng nishonlanmoqda. Shuning uchun hammamiz yana bir bor olqishlab qo'yamiz. Mana Islomjon, haqiqatan ham siz boshligingizdagi komanda, siz boshligingizdagi jamoa haqiqatan muhtaram prezidentimizning islohoti qanchalik to'g'riligini isbotlab berdilaringiz. Buning uchun hammamizning nomimizdan, Farg'ona viloyati hokimi hurmatli Xayrullo Hayitbayev nomidan, jamiki mana shu jamoatchilik vakilidan barchalaringizga yana bir bor minnatdorchilik bildirgan holda o'ylaymanki, kelgusidagi ishlaringizda, kelgusidagi jamoani boshqarishlaringizda, kelgusidagi o'yinlaringizda albatta sizlar yanada ko'plab mukofotlarga erishasizlar, yanada ko'plab yoshlarni tarbiya qilib, o'zlaringizga o'xshagan mamlakatimizni bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan yoshlarimiz yetishtirib chiqarib berasizlar degan umiddamiz. Yana bir bor barchalaringizni tabriklab qolamiz. Rahmat sizlarga.
to'xtatmaymiz. Qarshilarni to'xtatmaymiz. Musobaqalar sadosi ostida Gulbos qarshi o'yinlarni boshlab turasizlar. Hali birgalikda Otangga rahmat! Otangga rahmat! Otangga rahmat! Otangga rahmat! Gapirishim emas. Yurtdoshlarimiz nomidan minnatdorchilik izhor etamiz. Bardavom bo'lsin mana shu chempionliklar. Gulbos qarshi o'yinlarni yaxshilaysizlar. Uchun birinchi navbatda davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Undan tashqari o'sha bizni doim qo'llab-quvvatlab turgan xalqimizga, barchaga, futbol muxlislariga o'z tashakkurimizni aytamiz. Doim bu qo'llab-quvvatlashlarni his qilib turdik. Ortimizda o'sha vatan turganini his qilib turdik. Hammaga xursandchilik berganimizdan biz ham bundan xursandmiz. Xudo xolasa kelgusida to'xtab qolish yo'q. Jahon chempionatida ham bundan-da yaxshiroq natijalar qayd etib, barchani yana xursand qilishga harakat qilamiz. Hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum hammaga, farg'onaliklarga. Avvalambor xalqimizga, prezidentimizga, ota-onalarimizga, bizni taniydigan hamma insonlarga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlar uchun keyingi jahon chempionatlarida ham bundan natijalar qayd etishga harakat qilamiz. Yana bir bor rahmat hammaga. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Tadbir ishtirokchilari, bunaqa tantana bilan kutib olasizlar deb o'ylamagandik. Juda kattakon rahmat. Jahon chempionatida ham yaxshi natijalar qilamiz, xudo xolasa. Yana bir bor kattakon rahmat. Xudo xohlasa, keyingi tabriklash jahon chempionligi bo'lsin. Gulbos qarshi o'yinlarni olqishlaymiz. Молодцы! 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 Rahmat, salomat bo'linglar. Javonbek Madaliyev, xoli marhamat. Da bugün yana bu kunni qilsak tantana, har kunimiz shodiyona, diydoriga